Kuy o'g'il, Abduri Abdulla To'xta Arish. Birinchi bob to'y kechisi. Ra'na yana bir qitim o'zining haqiqatan ojizligini his qildi. Tipirlab boqatdi. Butun kuchi bilan yulqinchidi, ammo qutulolmadi. Xuddi qovon yuluqqan qo'zi kabi bir bulunga puklanib qoldi. Pichoq tilgandek bir og'riq bilan tang ingrab ketdi. Ondan ruhi chiqib ketgandekla o'zini qo'yivetdi. Endi uning uchun hech narsaning ahamiyati qolmagan edi. Butun dunyo uning ko'z oldida sidamlashgan. Dunyo xuddi arzimas xazon kabi parcha-parcha bo'lib uçmoqda. Bo'rondagi to'pa kabi to'zmoqda edi. Attigan osmon zimonga tozim, ota-onaga tozim, bir-biriga tozim deb nikohi o'qilganda o'zining ojizligini cho'nqur his qilgan edi. Atrofida shuncha odamlar, shuncha zabardast erkaklar tursimu, uning ko'ziga hammasi Jingju teatri uchun girim qilib olgan hazilkash g'itmaklardakla ko'ringan. O'zini dunyoda yolg'izdek his qilgan edi. Ah, Xudo demoqchi bo'lgan-yu, ammo o'ylig'ini birari bilib qolgandek, hozirla tutib ilib ketadigandak qo'rqib ketgan. Butun vujudini bir xil gunohkorlik tuyg'usi chirmib olgan edi. Ikkinchi bob vatanparvarlik. Faşist China, Xi Jinping terrorist, Uyg'urlarga erkinlik, jazo lageri taqalsun degandek yangroq shuar bilan minglagan Uyg'ur ko'chalarni aylanib Yevropa parlamentining oldiga qarab ilgirlamoqda. Sapning oldida bayroqni egiz ko'tarib butun jahli bilan to'layotgan Tuyg'un nihoyatda jangovar ko'rinadi. Uning yashi 45lardan oshgan bo'lsa-mu, ruhi ko'tarangu edi. Uning mushundaq vatan uchun aktiv xizmat qilayotganiga alahazal 20 yillarcha bo'lgan edi. Hozir u Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatidagi qahramon bo'lib, uning Shvetsiyada panohlik tilaginiga 23 yildan oshgan edi. U namoyishdan qaytib, mashinasini garajda to'xtatib uyga kirib o'tirishiga telefon sayrab ketdi. "Hallo, Jangloban, yaxshimisiz? Xotirjam bo'ling. 2 kundan beri sal aldirash bo'lib qoldim. 1 soat ichida sizga yetkazib beraman. Bo'ladi. Xotirjam bo'ling", dedi kekach Xitoy tilida. U o'zini qancha cho'ng tutishga tirishsa-mu, ammo ohangidan tahsikashlikning purig'i kelib turadi. U telefonni qo'ydi-da, bolalari 2 kundan beri yiqqan Abdamil sut parashugini yeshiklarga qachilab, bolalariga ko'targizib, qolgan qismini o'zi ko'tarib garajga mangdi. Gerçi uning hozir 4 oshxonasi, İstanbulda 3, Shvetsiyada 2 turalg'usi bo'lsa-mu, ammo o'ziga shuncha yildan beri non bergan bu kasbini tashlab etkisi kelmagan edi. Chunki uning dastlabki oshxonasini İstanbul va Shvetsiyadagi uylarini ana shuning tijoratidan topgan pulga olgan edi. 3-bob jahondorchilik. Tuyg'un Xinjiangliklar oshxonasi bugun alohida qizib ketdi. Bosh bahor bo'lishiga qaramay, bugun Shavang 50 cha Xitoy sayohatchini boshlab oshxonaga yetib keldi. Tuyg'un mulozimatchilarga mehmonlarni alohida kutishga o'rinlashtirib, Shavangni ichkiridagi ayrimxonaga boshlab ketdi. Chunki Tuyg'un bu yangi 1 yilda Shavangning o'ziga texmi ko'p atidorchilik qilib qo'yishini, xaridorlarni ko'proq ilib kelishini xohlaydi. Shuning uchun u yaxshi ko'radigan bo'rak kavob, qovurg'i kavoblarni tayyorlatqizib, ravrus kutib oldi. Tuyg'unning Shavang bilan tanishganligiga 7-8 yil bo'lgan edi.
Шауван Швetsiyadagi bir universitetga o'qishga chiqqan bo'lib, tasodifiy fursatda bu Şinjanrin oshxonasiga tamoqqa kelgan va tamoqni yoqtirib qilib, boshqa tunish bilishlarni ilib kelgan edi. Tuyg'un shu jarayonda uning qo'shimcha sayat yetakchilik va tarjimonlik qildiganligini bilgandan keyin uningga alohida muomala qilishga boshladi. Umu Tuyg'unning alohida muomalalari yegan kavoblarning badilini yaxshi o'tab, Şinjanrin oshxonasining sodisini jonlantirib berdi. Uning hozir o'z oldiga sayohat shirkati, mehmonxonasi bor edi. Tugu, bu qitim qaysam endi birər yilgacha kelolmasligi mumkin. To'y qilmasam bo'lmaydi. Cho'nglar yomon oldirtib ketdi. Birər Şinjanlik qiz tunishtirib qo'y desammu, aqdarchilikqa yarmiding. Xayr, o'zim olay. Xap, Şinjanlik buloq ko'zim birni oldinga ilib kelmasam, u chaqchaq qilgan bo'lib, To'yg'unga qarab miyig'ida kulib qo'ydi. Şavvang egiz bo'y, gavdalik bo'lib, kichigida onasining go'zalligimga ta'sir yetidi deb uni emitmay, Yevropadan abdomil kirgizib ish ko'zganligining ta'siridimi yoki boshqa sababdimi boshqa Xitoylardan egiz gavdalik cho'ng bo'lgan edi. Albatta, To'yg'unning yiqqan abdomilidan ishkinini na Şavvang, na To'yg'un asla bilmaydi. Ammo Tugu, xotirjam bo'l, men o'rlashtirib qo'ydim. Xeyridaring ko'p bo'lsa bo'ladiki, hargiz ozlab qolmaydi, dedi va sherikonini burunqidek tayyor qilib kotibim berib qo'ysanglar bo'ldi, dedi. 4-bob bu degan reallik. Tuyg'un Şinjanliklar oshxonasining ismi bilan balkim Tuyg'unning shuorini yuqori tovlaydigan, yilda 5-6 navbatlik cho'ng namoyishdan qilib qolmaydigan vatanparvarlik ruhini tushunib bo'lolmasligimiz mumkin. Ammo uning o'zgacha ko'z qarashlari, yetarli sharhilari bor. Chunki u mushu xil usul orqali pul tepib, Sharqiy Turkiston davosi uchun xajlasa nima bo'pti? Har yili har qaysi tashkilotlarga oldi-kayni 10-20 ming yevro yordam qilayotgan tursa, u shundoq deydi. Agar shundoq qilmasam, xaridor kirmasa, tashkilotga yordam qilgan pul nerdan keladi? Meni Şinjanlik dedi deysan, o'zlaringchi Sharqiy Turkistonga mustaqillikni mening oldimda, Uyg'urning oldida deysan. 20 yildan beri qaysi xalqaroliq yig'in yoki sahnada Uyg'ur xalqi Xitoylar tarafidan besib olingan davlatli Sharqiy Turkistonning mustaqillik uchun kurash qilyotidi. Biz terrorchi emas, Sharqiy Turkistondagi bo'layotgan har bir harakat tajovuzchilikqa qarshi kurashdir. Sharqiy Turkistonda gunohsiz Xitoy fuqarolari yo'q. Ular Sharqiy Turkistonning nupus orqali besilish siyosatidagi tajovuzchilikqa yordamlashuvchi tajovuzchilardir deb bayonot berib baqdingmi? Undaq deyolmaysan, ham deyishamaysan. Shundaq ishkan, menga nima uchun Şinjanliklar oshxonasi deysan, dema. Senlar hozirgacha Xitoyning g'arbiy qismidagi Uyg'ur rayoni uchun kishilik huquq, diniy erkinlik da'vosi qilyapsan? Sharqiy Turkistonga mustaqillik emas, Xitoyning demokratiyalashish, kishilik huquqining yaxshilanishi uchun kurash qilyapsan. Men faqat sen davosini qilayotgan Uyg'ur rayonining ismini to'liq atidim xolos. Shundoq bo'lgan ekan, ikkimizning hech farqi yo'q. Uning bundaq ta'ni gaplarining oldida uningga tarbiya qilish uchun eg'iz ochgan odammu beshini asta sangilatgan peti o'rindan qopib ketadi. Tuyg'unmu ishning ipini bilatdi. Yanchuqqa pul kirib turgandan keyin pulni atrofdagi tashkilot rahbarlari bilanmu o'rtaq bahirlanishni unutib qolmaydi. Har qaysi tashkilot rahbarlariga vatan millatning davosida bakla jafo tortyapsizlar. Az bo'lsa-mu buningga qahva ilib ichinglar deb bir qancha ming yevro silib qo'yatdi. Shunga tashkilot rahbarlarimi uning ba'zi ishlarini ko'rmasga salatdi. Hatto sahnlarda Tuyg'unning Sharqiy Turkiston davosi uchun kuch chiqarayotganligini maqtab qo'yatdi. Chunki ular bir qancha yil ilgari Şinjanrindan birini jamoatdan qo'g'ilganlik sababdan tahdid silish jinoyati bilan sudga arz qilingan edi.
Muhaciratdagi ko'k bayroq, Sharqiy Turkiston desa 10 ming metr qochadigan yo'qning o'rnidagi Uyg'ur jamoati uchun namoyishning oldida mangdigan yilda 5 kun Sharqiy Turkistonlik 360 kunida Şinjanrin bo'ldigan tuyg'un texi avangard hisoblanadi. 5-bob zulm. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti. Sharqiy Turkiston Milliy davlat armiyasi. Ahmadjon Qosimi, Wang Jin, Osman Batur, G'ani Batur, Madris, Boy Dehqon, Pomchik, cho'ng sakrab ilgirlash, madaniyat inqilobi, yerlik millatchi unsur, chet elga bog'langan unsur. 11-navbatlik 3-umum yig'in. Uyg'urning qizlarini xotun, erlarini qul qilayli. Sayfiddin Azizi, Barin inqilobi, Ubul Qosim, Yosim Mehmet, Shir Ali, 5 fevral G'ulja qatlomi, 3 vakillik qilish, ideologiya bo'yicha bo'lginchilikka qarshi turish, 3 xil kuchning singib kirishiga qarshi turish, qo'sh til muorifi, Dongguan vaqasi, Urumchi qirg'inchiligi, qattiq zarba berish, Lukchun vaqasi, Ayko'l qatlomi, Xoneriq qatlomi, Ilishqu qatlomi. 1 qitimliq qopqoq ichish, 2 qitimliq qopqoq ichish, yig'ivilish lageri, majburiy emgak zavodlari. Faqat yuz bermaydi, ammo 21-asrda ishg'oliyatdagi Sharqiy Turkistonda yuz beryotdi. Qirg'inchilik, o't opiti, Wuhandagi shaparang virusi. 6-bob zulmat. 7-bob qayta uchirish. Shavvang yurtiga qaytgandan keyin to'y uchun kalla qattirdi. Albatta, o'zining qanchalik qizlar bilan o'ynag'ini esida bo'lmasimi, ammo olmoqchi bo'lgan qizning erkak chivimi qo'nmagan axloqliq bo'lishini umid qiladi. Atrofdagi qizlarga asla ishonch qila olmaydi. U Şinjanliklarning islom diniga e'tiqod qildigan bo'lg'achqa, unda qizlarning cho'qim chiqadiganligiga ishonadi. Ammo Uyg'ur qizlar qandoqmi menga tegsin deb g'amiga patadi. Shundaq kunlarning birida to'rdan Şinjanga berib Şinjanlik qizlarga o'ylanish haqidagi e'lonni ko'rib qoldi. Shundaq qilib to'liq ishonch bilan Urumchiga qarab yo'lga chiqdi. Hamda o'zi to'rda ko'rgan e'lon bo'yicha ijtimoiy rayon ishxona binosini topdi va munosabatli xodimlarni tepib, o'zining Uyg'ur qiziga o'ylangisi borligini aytdi. Xodimlar ahvolini bir qator tunishtirgandan keyin bu tavallikda 200 ga yaqin bo'yiga yetgan qizning borligini, uning 163ning Uyg'ur, 20sining qozoq, 7sining tungan ekanligini, uning kimga o'ylanishni xohlasa ijtimoiy rayondan elcha kirgizdiganligini aytdi. Shavvang agar ular qo'shilmasichu deb so'rab qoldi. Ular jon deb rozi bo'ladi. Rozi bo'lmasa idisda mas'ul bor. Millatlar ittifoqligiga daxl qilgan, radikal ideya yo'qtirib olgan degandek sabablar bilan tarbiyalash markaziga berishdan qo'rqidi. Shunga ularning ota-onasi cho'qim qo'shiladi. Shavvang o tushuntirishlarning hech nimasini tushunmasimi, qizni oson qo'lga keltirgili bo'ladiganligini anglab yayrab ketdi. Tuyuqsiz ularning aka-inlari qo'shilmasa yoki to'yda masala chiqarib qo'ysichu, dedi. U Şinjanliklarning qaramligi, jidal xumorligini, qo'rqimsizligini biladi. To'liqsizda o'qiyotganida qo'liga zangdov ko'tarib olgan 5 Şinjanlikning 50 dan ortiq Xitoy qora jamiyat a'zolari bilan joy talishib chanashqinini, oxirida Xitoylarning qo'rqib qochganligini o'z ko'z bilan ko'rgan edi. Shunga u to'y kuni shundoq bo'lib qilishdan ansiraydi. Xotirjam bo'ling, ularning aka-inlari hozir tarbiyalashda, shunga mas'ul chiqmaydi. Siz xotirjam holda qiz tanlasangiz bo'ldi. Undaqda men Uyg'ur qiz olay, dedi Shavvang ishkilanmasdilla. Albatta bo'ldi, yuring. Men sizni rasm uyga boshlab kiray, deb uni bulongdagi bir uyga boshlab kirdi.
öy timiga qizlarning rasmlari esilgan. Üstel üstidagi albomlarga qizlarning har xil shaklda turgan rasmlardan qator silingan edi. U hayotida tunji qitim bundaq bir ishlarning borlig'ini ko'rish edi. U o'zini xuddi yangi asrdagi Kangshixondek his qilmoqda edi. Ko'z oldida kinolarda podshohlarning oldidan qator o'tkazilayotgan kenzaklar ichidan birini tanlab bergan. Boshqa kenzaklar uni yuyundirib, podshohning oldiga akirib bergan ko'rinishlar o'tmoqda edi. U o'z-o'zidan mamnun bo'lgan holda bir rasmning oldiga kelib to'xtadi. Xumor ko'zlik, qalam qoshliq, tipik Uyg'ur qizi. Bu dal men istayotgan qiz. Bir yerlardan tunish. Acaba men uni tushimda ko'rgan bo'lg'umidim? Ah, mening kul malikim. To'y nihoyat tinish o'tkazildi. Qiz tarafmu qizni Xitoyga beradigan bo'lg'ashqa davron solmadi. O'g'ilmu osonlik qo'lga tushgan o'ljining xo'shlig'ida xotinini ilib Wuhanga qarab yo'lga chiqdi. Aerodromda ularni Shavangning ota-onasi, urug' tuqqanlari, do'stlari kutib oldi. Ular qiz yigitni udulla oldin tayyorlangan ma'raka zaliga ilib bordi. To'ydan keyin Shavang ijtimoiy rayondagi xodimlar bilan deyishgini bo'yicha hukumatdan Uyg'urga uylanganligi uchun tortiqlangan 40 ming yuanni munosabat xodimiga berib, ayolining nupusini Wuhanga yo'tkab ketdi. Shundaqla dadasining yo'li bilan Ra'naga pasportmi ilib bo'ldi. Ammo Ra'na uchun hamma baribir edi. U Shavangning uningga shuncha qizg'inligiga beparvo muomala qilyotdi. Oylar o'tib, kunlar o'tib, Ra'naning qo'sqi asta cho'ngaymoqda edi. Bu Shavangni va oilasidagilarni qavat xush qilyapti. Ular navrisini chet elda tug'dirish uchun Amerika, Avstraliya va Kanadalarga viza iltimos qildi. Ammo ularning hammasidan rad qilindi. Chunki Ra'na ismini o'zgartirishga qo'shilmagan bo'lib, tug'ilgan joyining Xinjiang, uning ustiga 7 xatlik poyezdek uzun ismini ko'rgan konsul xonimlari bu yoqning o'z davlatida qilib qilishi mumkin deganni sabab qilgan edi. Oqibat Shavang o'zining Shvetsiya va Xitoydagi shirkatlarining rasmiyatlarini qo'shib o'tkazib, Shvetsiya vizasiga iltimos qildi. Ular vizaga 12 oyning 20 kunlari iltimos qilgan bo'lg'ashqa, Rojdestvo va Yangi yil sababli ularning vizasi 1 oyning 10lari qo'liga tegdi. Uninggacha Wuhanda koronavirusi tarqalib, atrofni vahima qopladi. Ular pasportni ilib darhol Shvetsiyaga qarab yo'lga chiqdi. Ra'naning tunji qo'saq ko'tirishi bo'lg'ashqa, qo'sqimi uncha bilinmagan edi. Uning ustiga Shavangning havo yo'lidagi tunishlari ham qulaylik yaratib berdi. Shunday qilib ular tinch amon Shvetsiyaga kelib oldi. Ular Shavangning mehmonxonasidagi eng hashamatli yotiqiga o'rinlashdi. Kotib qiz texicha ularga turdiganga uy topolmagan edi. Shavang o'zining g'alabasini Tugaga ko'z qilish va Ra'naga Uyg'urcha tamoq ilib berish uchun to'yg'un Xinjiangliklar oshxonasiga ilib keldi. Shavangning kelinchakni ilib keldiganligidan xabar topgan Tugami alohida tayyorlik qildi. Ular oshxon oldiga kelib oliy darajalik mashinadan tushdi. To'yg'unmi ularni eshikda kutib turgan edi. Shavangmu rafiqasini Tugaga tunishtirish uchun eg'izini o'mallishiga Ra'na bilan To'yg'unning bir-biriga qarab qetib qolganligini ko'rdi. Uninggacha Ra'na mag'dursizlanib, yukinib qoldi. Shu yukangancha beshini ikki qo'lining dumbisiga qo'yib, butun ovozini qo'yitib, öksüp yig'lamoqda edi. U to'y qilgan 8 oydan beri tunji qitim buncha qattiq yig'lish edi. Ammo To'yg'un yana shu o'rinda qottirib qo'ygan haykaldek turadi. Chunki u ko'rishmagili 20 yil bo'lgan, aloqasi uzilgilimi 3 yil bo'lib qolgan o'z singlisi Ra'nani
bu yerdə, bu holatda uchirtishni asla o'ylabmı baxmagan edi. 8 bob, bugun 5 fevral. Doktorxonaning kasal karavotida yotgan Ra'naning birda qizib, birda sovushlaridan doktorlar bir normalsizlikni sezdi-da, uningdan qayerdan kelganligi, qachon kelganligini tafsiliy surishtirdi. Uning Xitoyning Wuhan shahridan kelganligini anglagan doktorlar birdamda o'pir-tupir bo'lib ketdi. Kimlar bilan uchrashgan, qandaq uchrashgan, barliq ahvollarni uqib, uyda qizib yotgan Shavvangdin, oshxonasida savdo qilayotgan Tugog'icha, shirkat, mehmonxona xodimlaridan, oshxonadagi barliq xodimlargacha, shundaqla bu o'rinda mushi 2 haftadan beri tomoq yegan, yotoqqa tushgan barliq kishilarni darhol yig'ib tekshirishga o'rinlashtirdi. Haftalik jiddiy xizmatlardan keyin yuqumlanmaganlar qaytarildi. Yuqumlangan bir qancha Xitoy yotoqqa ilindi. Buning ichida Shavvangning kesili hammadan og'ir edi. Ra'namu bir o'lib, bir tirilgan edi. Bugun 5 fevral bo'lib, shahardagi ko'p qism Uyg'urlar Xitoyning buningdan 23 yil ilgari Sharqiy Turkiston xalqining G'uljidagi tinch namoyishini qonliq qirg'in qilganligiga qarshi namoyishda edi. Ra'naning qo'sqi qattiq og'rib ketdi. Doktorlar darhol kirib keldi va tekshirgandan keyin uning tug'ilganligini deb sestralarni darhol tayyorlik qilishga buyurdi. Ammo Ra'na ravon ingliz tilida o'zining tug'ut mo'lchar vaqtiga tixi 20 necha kun borligini aytdi. Doktor, baldur tug'iladi ekan, hech qisi yo'q. 20 kunga cho'ng masil chiqmaydi, deb uningga tasalli berdi. Singlisining tug'ilganligidan xabar topgan Tuyg'unmu darhol doktorxonaga yetib keldi. Tug'ut uyining oldida jiddiylashishni besish uchun u yoqdan bu yoqqa mangmoqda. Bir qancha kun ilgari yuqumlanmagan deb chiqarib o'tilgan Tuyg'unmu tunaygundan boshlab qizib qolgan edi. U ko'nglida balkim sovuq tekkan bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Tug'ut uyidan buvoqning inga degan ovoz anglandi. Bədini halsızlaşqan Tuyg'un oldiga gulubda yiqildi. 9 bob, g'alba. Shavvang ayrim uyda ko'ziltilyotdi. Na o'g'lining tug'ilganidan, na qachon o'zining saqiydiganidan xabarsiz bo'lib, uning ahvoli bakla turaqsiz edi. Ammo u shu daqiqada badanining asta suvayotganligini his qilyotdi. To'y kechisidagi Ra'naning lochin so'qqan to'shqandek bulunga puklinib qolgan holati. O'zining qip-qizil kirlik ustiga sep qo'ygan 1 metrcha oqraq ustidagi o'tqash rangli qizil qonga qarab huzur surayotgan mag'rur holati ko'z oldidan o'tmoqda edi. Uning eg'iziga miyiqida kulgi yugurdi. Ko'zlari to'risqa tikilgan edi. Badani asta so'vib, paylari tortishib, badanlari qitib ketdi. 2020 yili 1 oy Germaniya Stuttgartda yezildi.